Yo u, yo men. Kylian Mbappe Real rahbariyatiga ultimatum qo'yishi mumkin. Madridning Real klubi kiyim almashtirish xonasida kelishmovchiliklar yuzaga keldi. Sababi Ispaniya matbuoti va ijtimoiy tarmoqlarda jamoaning ikki asosiy yulduzi Kylian Mbappe hamda Vinicius Junior o'rtasidagi munosabatlar keskinlashgani haqidagi xabarlar ko'paydi. Taniqli insider François Gallardo bergan ma'lumotga ko'ra, fransiyalik forvard ba'zi jamoadoshlari, xususan Viniciusni sotqinlikda ayblamoqda. Vaziyat shu darajaga yetganki, Mbappening onasi va agenti Fayza Lamari yozda klub prezidenti Florentino Perezga qat'iy ultimatum qo'yishga hozirlik ko'rmoqda. Gallardoning ta'kidlashicha, Mbappe atrofidagi shaxslar masalani ko'ndalang qo'yishi mumkin. Yo Real Vinicius bilan xayrlashadi yoki jamoani Mbappening o'zi tark etadi. Bu xabarlar o'z-o'zidan paydo bo'lgani yo'q. Avvalroq jamoaning ba'zi yetakchi futbolchilari Mbappening Barselona bilan muhim o'yin arafasida Italiyaga qilgan sayohatidan norozi ekanligi haqidagi xabarlar tarqalgan edi. Hozircha na klub rahbariyati, na futbolchilarning vakillari ushbu ma'lumotlarga rasmiy munosabat bildirdi. Biroq Ispaniya nashrlari bu xabarni Madridda kutilayotgan katta portlash sifatida baholamoqda.